Assalomu alaykum azizlar. Ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning Lisan-ut Tayr dostonini e'tiboringizga havola etamiz. Lisan-ut Tayr dostoni asosida yozilgan nasriy tabdil va izohlar mualliflari Manzar Abdulxayr va Abduhamid Pardayev. Suxandon Dilbar Vosiyeva, ijodiy hamkorlarim Jamshid Yoqubov hamda Aziz Sobirov. Bir 165 bob. Shayx Sufyon Suriyning fanodan so'ngra baqoga erishmoq haqida aytgan so'zi. Shayx Sufyon Suriy e'tiqodli dindorlarning peshvosi edi. Alloh qabrini abadul abad nurli qilsin. U ma'rifat haqida so'z yuritayotgan paytda bir shogirdi so'radi: agar odam Allohga yetishmoqchi bo'lsa, bu maqsadga qay yo'sinda yetadi? Shayx javob berdi: bu yo'lni 1001 manzildan iborat deb bil. Ularning har birida dard va ofatlar bor. Bu olov va nur o'rtasidagi 7 dengizdan tashkil topgan bo'lib, har biri cheksiz darajada kengdir. Bu dengizlardan o'tmoqchi bo'lsang, domiga tortuvchi o'lkan nahang paydo bo'ladi. U shunday dahshatli nahangki, bir dam tortsa, 2 olamni bus-butunicha bor mavjudotlari bilan qo'shib yutib yuboradi. Bu nahang istig'no dengizida bo'lib, uning atrofida suzib yuradi. Bir 166 bob. Qushlarning fano vodiysi so'ngida baqo mulkidan nishon topganlari. Savol javoblar tugab, gap so'zlarga nihoyat barham berildi. Bularni eshitgan qushlar aql bovar qilmas mushkul holga tushdilar. Ular bu ishning nihoyatda mushkulligini, bu jamoaning uni bajarishga qodir emasligini fahmlab yetdilar. Binobarin bor umidlarini uzib tuganmas qayg'uga mubtalo bo'ldilar. Ular xuddan bunday dahshatli so'zlarni eshitgach, qalblaridan og'u fig'on ko'tarildi. Bu ishning o'ta mushkul siru asrorini bilib, cheksiz vahimaga tushdilar. Bu vahima shu onning o'zidayoq ularning bir qanchasini halok qildi. Jon vahimasiga duchor bo'lganlari nobud bo'lgach, qolgan qushlar hayratga cho'mgancha yo'lga tushdilar. Ular yillar tinimsiz parvoz qilib, duch kelgan balolardan qo'rqmadilar. O'zliklaridan xalos bo'lgunga qadar pastu baland ko'p yo'llarni bosib o'tdilar. Bu yo'lda shunchalik ko'p qiyinchiliklarga duch kelishdiki, ularni bayon etishga til ojiz. Faqat sen ham yo'lga otlanib, shunday yo'lni bosib o'tsang, undagi qiyinchiliklarni anglashing mumkin. Ular bu yo'lda qanchalik ko'p qon yutganini o'shanda bilasan. Pirovardida bu zor qushlar guruhidan ranj topgan ushbu majruh to'dadan ozchilik qism tanlari nihoyatda qiynalgan va jonlari o'rtangan holda maqsad manziliga yetib keldi. Chunki yo'l cheksiz va uzoq bo'lib, unda ofat ko'p, dard, ranj va mashaqqat esa benihoya edi. Shuning uchun bu qushlardan ba'zilari yo'lda jon taslim qildi, ba'zilari og'ir xastalikka duchor bo'lib, yarim yo'lda adashib qoldi. Qushlar ro'parasidan achchiq azob va uqubat shamoli esib, bu musofirlarning umr iplarini kesar edi.
Yo'lda ularni baloga duchor qiluvchi hodisalar hadsiz hisobsiz edi. Shu sababli ularning aksariyati nobud bo'ldi. Oqibatda 100 minglab qushdan faqat 100 minglab mashaqqatni yengib o'ta olgan 30 qushgina omon qolib oxirgi manzilga yetib keldi. Ular shunchalik horib charchagan edilarki, tanlarida hatto hayot nishonasidan asar yo'qdek edi. Jismlarida birorta ham butun parlari qolmagan, patlari payrag'a o'tin kabi paricha bo'lib to'zib ketgandi. Tanlari yo'l azobidan madorsizlangan, jonlari dard va mashaqqat chekishdan xarob bo'lgandi. Ular so'nggi manzilda oliy maqom bir joyni ko'rdilar. Bu shunday joy ediki, aql kengligini anglashga ojizlik qilardi. Butun osmon hatto u yerdagi oddiy xasdan ham kichikroqdir. U yerda ehtiyojsizlik bulutidan jala yog'ar, momaqaldiroq dahshatli gumburlab tez-tez chaqmoq chaqilib turardi. Go'yo olamga balo to'foni yog'ilib, osmonni ofat chaqmog'i kul qilib yuborgandek edi. Bu yerda 7 osmon, bir havuch tuproqcha, jannatda o'sadigan sidra va tubi kabi daraxtlar esa xas kabi qadrsiz edi. Barcha qushlar lolu hayron, ojizlikdan zoru parishon bo'ldilar. Ular bu yerda 100 ta yorqin quyosh ham zarraning 100dan biricha qadrsiz ekanini ko'rdilar. Bundan ularning qanot qo'riqlariga o't tutashib, cheksiz nadomat bilan va hasrato ayta boshladilar. Biz 30 ta xomxayol qush ko'nglimizga bo'lishi mumkin bo'lmagan ish savdosi tushib, jonimizga har doim o'lim vahimasi solib, bu yo'lni bosib o'tish uchun ming bir mashaqqatni boshdan kechirdik. Umrimizni o'tkazib, shu maqsadga erishdikmi? Bu dargoh juda azim va qo'rqinchli ekanki, bu yerda na sonimiz hisobga olinadi, na sanog'imiz. Ular shu so'zlarni aytib, og'u faryod ura boshlashdi. Bu hol sarsonlikda avora bo'lgan qushlarning ko'nglini buzib, har damda yangi bir umidsizlikka yuz tutar edi. Xullas, avora va sarkashta qushlar o'z g'amlariga chora topa olmay, uchish uchun quvvatlari, og'ir dard tufayli qo'nish uchun toqatlari qolmagan bir paytda nogoh parda orqasidan izzat elchisi, davlat qushi kabi ularning oldiga yetib keldi. U bu 100 balo ipi bilan bog'langan va hayratda qolgan xasta qushlar to'dasini ko'rib, ulardan hol ahvol so'rab dedi: "Hoy, bu to'da qanday jamoat? Bu ming baloga mubtalo bo'lib, balodan o'zga narsa topmaganlar kim ekan? Bu parishon hol va sargardon, qadru qiymatda tuproq bilan teng bo'lganlar kim bo'ldi? Bu xil tahqirlarga mahkum bo'lib, bu haqoratdan ko'ziga hech narsa ko'rinmaganlar kim?" Qushlar unga shunday dedilar: "Biz xor va zor, behuda chirangan ojiz va bee'tibor bir guruhmiz. Shoh visoliga talpinib yo'lga chiqdik. Bu yo'lda jonimizni turli azoblarga giriftor qildik. Ming mashaqqat bilan uning dastgohiga yetishni orzu etgandik. Biz shohi bo'lmagan bir qo'shin edik. Shahonshohsiz qo'shin qanday qo'shin bo'ladi? Umr bo'yi yo'lda mashaqqat tortib, minglab xorliklar ko'rib, shu tariqa necha 100 ming bu yo'lga mansub bo'lgan to'da. Ular shunchalik ko'p ediki, bundan inson aqli ojiz qolardi. Shu yo'lga kirib halok bo'lishdi. Bu dargohga faqat biz 30 ta qush yetib keldik. Simurg yaxshi yomon kunda holimizdan ogoh bo'lib bizga yo'lboshchilik qildi. Agar shoh bizlarni ma'qul ko'rsa, bizdek zoru intizor qushlar uning xizmatini bajonidil
ado etar edik. Elchi qushlarning so'zlarini eshitib shunday dedi: ey gumroh to'da, sizlar aqlingizni boy beribsiz. Sizlar parishon xotirlikka uchrab, sarobiy xayollar domiga tushib qolibsiz. Shu ahvolda qaysi til bilan shoh nomini zikr qilmoqdasiz? Bu fikr qayoqdan ko'nglingizga keldi? Sizlar hech narsaga arzimaydigan, balki undan ham past turadigan bir guruhsiz. Shoh esa sizlarning bu poyma-poy andishangizdan ming chandon yuksakda turadi. Hech narsaga arzimaysiz u yana qizishib, bekordan bekorga hovliqasiz. O'zingizni mavjud deb tasavvur qilasiz. Sizda aslida na son bor, na hisob bor va na vujud. Borman deb da'vo qilasiz, ammo yo'qsiz. Ko'nglingiz xomxayol bilan to'la, barcha niyatlaringiz amri maholdir. Bu shunday muazzam joyki, bu yerda hatto 100 ming quyosh ham kichik bir zarra kabi nur socha olmaydi. Bu yerda 100 ming quturgan fel bir o'lik pashshadek gap. Bu joyda siz na borsiz, na yo'qsiz, balki borligingiz yo'qligingizdan ham kamdir. Bunday behuda so'zlarni aytmasdan tezda orqangizga qaytinglar. Agar yana biror gapingiz bo'lsa aytib ketinglar. Bu so'zlarni eshitgach, qushlarning hushi boshlaridan uchib, ularga ojizlik yuzlandi, hatto tillari gapga aylanmay qoldi. Hammalari bir-birlarining pinjiga kirib, umidsizlik o'tida yona boshladilar. Ular o'zlariga o'zlari shunday der edilar: "Evoh, shuncha zahmat va mashaqqatlarimiz behuda ketdi. Afsus, ming afsus. Agar shoh shunday oliy dargohga ega bo'lsa, biz kabi bir necha haqir va faqirlar unga qanday yuzlanadi? U bizdek faqirlarni nazariga ilarmidi? Hayf, shuncha umid bilan harakat qilganlarimiz, hayf abadiy davlatga erishamiz deb qilgan orzularimiz." Qushlarning barchasi chuqur qayg'uga, cheksiz hasrat va armonga giriftor bo'ldilar. Ular biz kabi g'amli, orzu va umidlaridan yiroq tushgan bir guruh bor ekanmi deya fig'on tortdi. 167-bob. Qushlarning fanoga erishishdan umidsizlikka tushib turganlarida Hudhudning to'g'ri yo'l ko'rsatganligi tufayli ularda quvvat hosil bo'lgani. Shunda Hudhud ularga: "Ey bechora, xonimon va mulkidan begona ham avvora to'da, shoh marhamatidan umidingizni uzmang, chunki uning xislatlaridan bittasi lutfu marhamat qilishdir. Basharti uning visoliga erishish qiyin ekan, ishqida o'lmoq ham yaxshi ishdir. Biz bu iqbolni qo'lga kiritib, uning dargohiga yetib keldik. Shu saodatning o'zi ham biz uchun oliy martabadir. Nihoyat uning ishqida barchamiz halok bo'lsak ham rozimiz." Bu so'zlarni eshitgan qushlarning barchasi yuraksizlik qilib Hudhudga shunday dedi: "Ey donolarning donosi, biz barcha balolarga sabr qilib jamiki buyruqlaringga itoat etdik. Sen qay tomon boshlasang ham sendan ayrilmadik. Nimaiki amr etgan bo'lsak qarshilik ko'rsatmadik, ammo vasl chog'i bizga ayriliq g'ami yuzlandi. Bu sen aytgan so'zlarga to'g'ri kelmaydi-ku." Hudhud ularga shunday dedi: "Siz tushkunlikka tushmang va aslo azor chekib ranj va uqubat tortmang.
Biz bu yo'lga qadam qo'yib 100 xil balo qazoni chekishga jazm etgan mahalimizda maqsadimiz shohga erishmoq va uning dargohiga yetishmoq edi. Toki bu maqsadga yetib uning dargohiga yo'l topgan ekanmiz, o'zingizni asl maqsaddan yiroqda deb gumon qilmang. Agar oshiq ishqda haqiqiy kamolotga erishgan bo'lsa, unga hijron ham, visol ham teng hisoblanadi. Chunki yorning xohishi oshiq uchun aziz bo'lib, yorning istagini so'zsiz qabul qiladi. Yor vasli nasib etmagan ekan, siz uchun uning yodi bilan yashash yetarli emasmi? Har bir kishi yor yodi bilan jon bersa, uning bu o'limi mangu hayot bilan tengdir. Siz Alisher Navoiyning Lisonut Tayr dostoni asosida yozilgan nasriy tabdilni tingladingiz.